Qalqonsimon bezni davolashda dori preparatlari qabul qilinar ekan, lekin dorini organizmga o'rgatib qo'yaman deb qo'rqyapman. Shunga nima maslahat berasiz? Endi o'rganib qolish, ya'ni ko'pincha bizni gormonal terapiya o'tkazamiz, ya'ni Eltroksin, Euterox degan dorilarimiz bor, ya'ni levotiroksin degan anaqalarimiz bor, preparatimiz. Mana shunda bemori yo'q. Ba'zi bir holatda eshitdim, ko'p shifokorlarimiz "Sen buni butun umr ichasan, bu preparatni" deb yozib berishar ekan. Yo'q. Bu preparatni butun umr ichib bo'lmaydi. Ya'ni 3 oydami, 6 oydami, 1 yilda bir martami qalqonsimon bez ko'rigini, ya'ni gormonal holatini, uni faoliyatini tekshirib turish uchun murojaat qilishinglarni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki bu butun umrlik holat emas. Ya'ni 3 oyda ham, hattoki 1 oyda ham qalqonsimon bez o'z gormonal faoliyatini o'zgartirishi mumkin. Ya'ni yomon bo'lgan bo'lsa yaxshi tomonga, bir necha uzoq yillar vaqtida ichib keladigan preparatlarni eshitdim. Bemorlarimiz ya'ni shunaqa dorilar qabul qilishar ekan. Yo'q, buni butun umr menga doktor yozib berdi, bu degani men uni butun umr endi ichib yurar ekanman degan narsa yo'q. Albatta, hech bo'lmaganda 1 yilda bir marta, bo'lmasa har 3 oyda, 6 oyda. O'zi juda ham zo'r bo'lardiki, 1 oyda bir marta mana shu davolanayotgan bemorlar shifokor ko'rigiga murojaat qilishlari, ayniqsa endokrinolog shifokor ko'rigiga murojaat qilishini so'rab qolgan bo'lardim.